Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli otaxonlar va onaxonlar. Bugungi videoda biz bepul tibbiyot xizmatlari endi yo'qligi va imtiyozli davolanish yo'llanmalari butunlay bekor qilinayotgani haqida bilib olasiz. Bu shunchaki bir yangilik emas. Bu xalqimizning eng hurmatli qatlami, nuroniylarimizga qarshi yashirin hujumdir, desak aslo mubolaga bo'lmaydi. O'ylab ko'ring, azizlarim. 20, 30, 40 yil davomida shu vatan uchun mehnat qildingiz. Zavodlarda, dalalarda, bog'chalarda, maktablarda, kasalxonalarda umringizni bag'ishladingiz. Bizning mustaqilligimiz, farovonligimiz, bugungi tinch osoyishta hayotimiz uchun ter to'kdingiz, uyqudan kechdingiz. Sizlarning peshona teringiz, halol mehnatingiz evaziga bu yurt obod bo'ldi. Bolalarimiz ta'lim oldi, kelajagimiz poydevori qurildi. Endi esa qarilik chog'ingizda, kasalliklar oyoqdan yiqitganida, har bir qadamimizda sizlarning oq duoyingizga muhtoj bo'lgan bir paytda davlat sizga bepul tibbiyot yo'q, pul to'la, sug'urta polisi sotib ol deyishmoqda. Axir bu adolatdanmi? Bu bizning qadriyatlarimizga, keksalarimizga bo'lgan cheksiz hurmatimizga to'g'ri keladimi? O'zbekistonimizning shonli tarixida qadriyatlarga, keksa avlodga bo'lgan bunday munosabat bo'lganmidi? Men sizlardan so'rayman, aziz nuroniylar, bu xabarni eshitganingizda yuragingizda nima kechdi? Qancha yillik stajingiz bor? Sizningcha, shuncha mehnatdan keyin biz bu kabi munosabatga loyiqmizmi? Iltimos, ushbu videoni ko'rayotgan har bir kishi o'z fikrini, dardini izohlarda yozib qoldirsin. Shu kabi muhim huquqiy o'zgarishlardan bexabar qolmaslik, o'z huquqlaringizni bilish va himoya qilish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Har bir obuna bu bizning jamoaviy kurashimizdagi bir kuchdir. Har bir like bu sizning beparvo emasligingiz, ertangi kuningizga loqayd emasligingizni anglatadi. Bir paytlar hatto Sovet ittifoqi davrida ham, keyin mustaqillikka erishganimizdan so'ng ham bizning keksalarimizga davlat doimo g'amxo'rlik qilardi. Bepul shifoxonalar, bepul dori-darmonlar, sanatoriy kurortlarga imtiyozli yo'llanmalar bular oddiy hol edi. Har bir kishi yoshi va ahvolidan qat'i nazar davlatdan yordam kutishi mumkin edi. O'sha yillari poliklinikaga borish uchun hech kimdan ruxsat so'ramas edingiz. Shifokor qabuli uchun pul to'lash xayolingizga ham kelmasdi. Tez yordam xizmati esa bir telefon qo'ng'irog'idan so'ng darhol yetib kelar edi. Bu tabiiy hol hisoblanardi. Chunki bizning konstitutsiyamizda har bir fuqaroning sog'lig'ini himoya qilish, bepul tibbiy xizmat olish huquqi belgilab qo'yilgan edi. Bu huquq nafaqat qonunlarda, balki xalqimizning ongida, qadriyatlarimizda ham mustahkam o'rnashgan edi. Bizning oilalarimizda, mahalla-ko'ylarda keksa yoshdagilar doimo e'zozlangan. Ularning salomatligi birinchi o'rinda turgan. Hatto eng oddiy, og'ir mehnat qilgan inson ham qarigan chog'ida davlat unga g'amxo'rlik qilishiga ishongan. Bu ishonch, bu umid bizga kuch berardi. Ertangi kunga ishonch bilan boqishimizga yordam berardi. Endi esa ko'rib turganimizdek vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi jimjitlik bilan shunday islohotni ilgari surmoqdaki, unga ko'ra hatto nafaqaxo'rlarni kasalxonaga yotqizish ham pullik bo'ladi, agar sizda yangi majburiy tibbiy sug'urta bo'lmasa. Bu polis yilda kamida 450 ming so'mga tushadi va bu pul bevosita nafaqangizdan ushlab qolinadi. Tasavvur qilyapsizmi? Har oy nafaqangizdan sug'urta uchun pul ushlab qolinadi. Siz bunga rozimisiz? Yo'qmi? Farqi yo'q. Bu nima degani? Bu sizning nafaqangizdan zo'rlik bilan pul olish degani emasmi? Sizning roziligingizsiz, e'tirozingizsiz. Kimningdir nafaqasi 1 million so'mga ham yetmaydigan bir paytda qanday qilib 500 millionga yaqin pulni tibbiy sug'urtaga to'lash mumkin? Kimdir pensiya jamg'armasi bu kabi xarajatlarni o'z zimmasiga oladi deb o'ylagan bo'lsa adashadi. Bu butun yuk yana o'sha oddiy xalqning yelkasiga tushmoqda. Eng yomoni shundaki, yangi qoidalar bo'yicha, agar sizda bu qog'oz, ya'ni sug'urta polisi bo'lmasa, sizni poliklinika ostonasidan ichkariga kiritishmaydi. Tasavvur qiling, yoshi 80-90lardan oshgan nuroniyimiz, oyoqlari og'rigan, bosimi ko'tarilgan, ko'zi xiralashgan holda poliklinikaga boradi. U yerda esa unga sug'urtangiz yo'q, kirmaysiz deyishadi. Bu insoniylikdanmi? Bu millatning yuziga oyoq qo'yish emasmi? Uning yonida tursa biror odam o'zini noqulay his qilishi kerak-ku. Eng alam qiladigani, agar siz tez yordam chaqirsangiz, u ham pullik bo'ladi. Har bir chaqiriq uchun 150 ming so'm naqd pul to'lashingiz shart. Kasal odam pul qidirib yugurishi kerakmi?
Bemor bo'lgan keksa inson cho'ntagidan o'ziga yordam berishni so'rash adolatdanmi? Bu xabar har birimizni chuqur o'ylantirish kerak. Eng avvalo, bu islohotdan eng ko'p aziyat chekuvchilar, bu eng kam nafaqa oladiganlar, yolg'iz yashovchi keksa onaxonlar va otaxonlar, surunkali kasalliklarga chalinganlar, chekka mahalla va qishloqlarda yashovchilar bo'ladi. Ular uchun har bir tiyin muhim, har bir so'm hayot-mamot masalasidir. Ularning nafaqasi oylik kommunal to'lovlariga, bir burda noniga, dori-darmoniga zo'rg'a yetadigan bir paytda, endi yana 450 ming so'm qo'shimcha xarajat paydo bo'lmoqda. Endi bu nuroniylarimiz dori-darmon olishdan voz kechishlari kerakmi, yoki och qolishlari kerakmi, yoxud kasallik bilan yolg'iz kurashishlari kerakmi? Bizning madaniyatimizda keksaga hurmat muqaddas tushuncha. Har bir oilada, har bir mahallada keksalarimizga alohida ehtirom ko'rsatiladi. Ularning duosini olishga intilamiz, ularning maslahatlariga quloq solamiz. Ammo davlat miqyosida bu qadriyat qayoqqa yo'qolmoqda? Nega ularni sog'lig'i uchun pul to'lashga majbur qilyapmiz? Axir ular davlatning eng qimmatli boyligi emasmi? Ular shu davlatni, shu jamiyatni o'z qo'llari bilan qurganlar-ku. Ularning har birining hayoti bir kitob, har birining hikoyasi biz uchun dars. Tasavvur qiling, qishloqdagi bir chekka mahallada yashovchi Oysha buvini. Eri vafot etgan, farzandlari shaharda o'z tashvishlari bilan. Oysha buvi yoshligidan paxta tergan, dalada ishlagan, 5 nafar farzandni katta qilgan. Uning umri qishloq xo'jaligida o'tgan, har bir hosilga o'z mehnatini, o'z mehrini bergan. Nafaqasi 1 million so'mga ham yetmaydi. Qandli diabeti bor, bosimi doim ko'tariladi. Endi har kuni tabletka ichish kerak, har oy shifokor nazoratidan o'tishi shart. Avvallari mahalladagi poliklinikaga borardi, bepul davolanardi. Endi esa bu yangi sug'urta polisi uchun yiliga 450 ming so'm pul to'lash kerak. Bu uning nafaqasining deyarli yarmi. Oysha buvi bu pulni qayerdan oladi? Bolalari o'ziga zo'rg'a yetkazadi. U kasal bo'lsa, kim unga yordam beradi? Uning ko'z yoshlari yurak xastaligi kimni qiziqtiradi? Qishloqda tez yordam ham shahar kabi tez kelmaydi. Endi unga pul to'lash kerakligi aytsak, ahvolini tasavvur qilavering. Bunday Oysha buvilar qancha O'zbekistonda? Minglab, millionlab. Ular hozir bu xabarni eshitib, qanday yashashim kerak degan savol bilan yolg'iz qoldilar. Ular bizning ota-onalarimiz, buvilarimiz. Yoki Toshkentda yashovchi hurmatli Ahmad boboni olaylik. Butun umr qurilishda ishlagan, necha binolarni qurishga hissa qo'shgan, shaharning bugungi qiyofasini yaratishda bevosita ishtirok etgan, mehnat faxriysi unvoni bor. Endi 7 yoshga kirganida og'ir kasallikka chalindi, operatsiya qilish kerak. Avvallari shahar shifoxonasida imtiyozli yo'llanma bilan davolanardi. Endi esa unga ham sug'urta polis kerak. Ahmad bobo bu holatdan shunchalik xafa bo'ldiki, hatto kasalligini unutib qo'ydi. Men shu davlat uchun jonimni berganman, ter to'kkanman, yoshligimni sarf qilganman. Endi esa bir parcha qog'oz uchun, o'z sog'lig'im uchun tilanchi bo'lishim kerakmi? Deb ko'zlariga yosh oladi. Uning nafaqasi borki, bu polisni to'lasin, lekin bu uning qalbini azoblamoqda. Bu xalqning shaniga, g'ururiga tekkan zarba emasmi? Ahmad bobo kabi faxriylarimizning ko'z yoshlari bu davlat uchun arzimas bo'lib qoldimi? Siz ham shu kabi holatlarga duch keldingizmi? Farzandlaringiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz orasida tibbiy xizmatlar pullik bo'lganidan so'ng qanday muammolar paydo bo'ldi? Iltimos, o'z tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu xabarni eshitganingizdan keyin pensiya jamg'armasi va Sog'liqni saqlash vazirligining bu harakatlariga munosabatingiz qanday? Balki sizda ushbu islohot bo'yicha boshqacha ma'lumotlar bordir. Biz bilan bo'lishing. Sizlarning har bir fikringiz biz uchun qimmatli, chunki biz birgalikda bu muammoga yechim topishimiz kerak. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Birinchidan, xabardorlik. Atrofingizdagilarni, qo'shnilaringizni, mahalla ahli va qarindoshlaringizni bu yangilikdan ogohlantiring. Ko'pchilik bu haqda hali ham bilmaydi. Ularni bu pullik tizim haqida xabardor qilishimiz shart. Siz bu videoni maksimal darajada tarqatishingiz kerak. Har bir keksa inson, har bir nafaqaxo'r bu haqda bilish kerak. Ikkinchidan, huquqiy savodxonlikni oshiring. Har bir qonun loyihasini, Vazirlar Mahkamasining qarorlarini o'rganing. Hozirgi kunda pensiya jamg'armasi, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan qabul qilinayotgan hujjatlarni sinchiklab tahlil qiling.
Agar sizning tibbiy xizmat olish huquqingiz buzilsa, pensiya jamg'armasi yoki shifoxona sizga yordam berishdan bosh tortsa, darhol bizning kanalimizga yozing. Biz sizga bepul huquqiy maslahat berishga tayyormiz. Bizning jamoamiz sizning himoyachingiz bo'ladi. 3-dan, jim turmang. Mahalla faollari bilan birga pensiya jamg'armasi va Sog'liqni saqlash vazirligiga jamoaviy murojaatlar yozing. Har bir murojaat muhim. Bir kishi yozgan maktub ko'pincha javobsiz qoladi, ammo o'nlab, yuzlab odamlardan kelgan murojaat e'tiborsiz qolmaydi. Agar kerak bo'lsa, prokuratura organlariga ham shikoyat qiling. Biz birgalikda kuchimiz va bizning ovozimiz eshitilishi shart. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, fuqarolarning murojaatlari ko'rib chiqilishi shart. Biz bu huquqimizdan foydalanishimiz kerak. 4-dan, nafaqangizdan ushlab qolinadigan summalarni diqqat bilan tekshiring. Har bir chekni, har bir hujjatni saqlab qo'ying. Agar noto'g'ri hisoblangan summani aniqlasangiz, darhol murojaat qiling. Pensiya jamg'armasining joylardagi bo'limlariga boring, tushuntirish talab qiling. Agar ular sizni tinglamasa, yuqori organlarga yozing. Unutmang, bu sizning haqqingiz. Siz mehnat qilib topgan pulingizga egalik qilish huquqiga egasiz. Shunday qilib, azizlar, bugungi videoda biz sizga bepul tibbiyot xizmatlari endi yo'qligi va imtiyozli davolanish yo'llanmalari bekor qilinayotgani haqida aytib berdik. Bu o'zgarishlar sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishini batafsil tushuntirdik. Endi o'zingiz bir o'ylab ko'ring, shu qadar mehnat qilgan, vatan uchun umrini bag'ishlagan insonga, nafaqaxo'rga haqiqatan ham yoshi o'tganida davolanish uchun pul to'lash majburiyati adolatlimi? Sizningcha, bizning nuroniylarimiz davlatning bu g'amxo'rligiga loyiqmilar? Izohlarda javobingizni kutaman. O'zbekistonning kelajagi uchun har biringizning fikringiz muhim. Birgalikda adolatni tiklaylik.